Kuch, ishonch va mahorat tarixi. Bemor Qoraqalpog'istondan bo'lgan 16 yoshli qizaloq. U bolaligidan ikkala oyog'idagi murakkab deformatsiya bilan yashab kelgan. O'ng oyog'i 2 sm qisqaroq, chap oyog'idan esa tovon bo'g'imi valgus holatida bo'lib, kuchli yassi oyoqlik kuzatiladi. Har bir kun og'riq, cheklovlar va ishonchsizlik bilan kurash edi. Ammo 2025-yil yanvar oyida uning hayoti butunlay o'zgardi. Hindistondan kelgan professor, ortoped-travmatolog Dr. Pradip Singh o'ng oyog'ida juda murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazdi va deformatsiyani to'liq bartaraf etdi. Oradan 10 oy o'tib, natijani ko'rishingiz mumkin. Oyoqlar teng uzunlikda, simmetriya va barqarorlik tiklangan, qiz yana ishonch bilan oyoqqa turib yurmoqda. Bugun Toshkentdagi ID Medical klinikasida Dr. Pradip Singh chap oyog'iga ikkinchi operatsiyani amalga oshirdi va bu bilan u qizga harakat erkinligini to'liq qaytarib berdi. Bu shunchaki jarrohlik emas, bu sog'liqni tiklash, yurish erkinligini va o'ziga bo'lgan ishonchini tiklash san'ati hisoblanadi. Agarda sizda konsultatsiya haqida ma'lumotlar yoki qo'shimcha savollar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram va WhatsApp mavjud.